Bu benim anam dostlar. Özümün anısı. Sen mi tıkkın mı ya? Ben tuqqan. Demez ne olsa. İsmi Mehmet Khan. Başlamı ya. Mehmet Gül. Devamlı Mehmet Khan için kabul ediyor. Mehmet Gül de deyip. Kırın kodunu mu? Mehmet Gül deyimiz önünde. Kağınsız da bakanlar. Mehmet Gül deyip Mehmet Khan deyimiz mi? Ayollar neyinki? Gül. Gül. Bu gep kılatkan bolsa ismi Aminem. Meninki yeni şagirdim. Yani yakın yağızı. Bizim şu filmlerdeki ayol baş aktör rolünü elip kelayotgan kızcak. Menimce yakın yağızı şu obrazı yaxshi deb o'ylayman. Filmni obraz yaxshi ilyapti da. Qanday ko'pchilik baho berib baqsanglar. Bu yerga chiqishimizga maqsad do'stlar, biz oldin qatdan bir ko'p qismi film ishlagan. O'g'il tuqqan onaning oqibati deb bu filmni yaxshi ko'rildi. Biz alt qismi ishga chiqdik, buni o'z qismi orpadik. Oldi 2 milyon keyni şu 300 milyon yukarı 500 milyon 1 milyon görüldü. Dostlar ben qo'llab berdiğinizga rahmat. Şunun bilan biz marketing yana bir qismliq ssenariy yozdik. Bu asosliqi ham shu hozir jamiyatimizda shu farzandninki ota-ona keltirgan boshqadan ko'pkan. Yani nima deganda ham hozirda hammamiz turmushda taraflarda jafo chekyapmiz. Bu nima uchun? Şu farzand uchun. Ana oyoqda, dada miyoqda shunday farzandlar tarbiyasiz qilib, shuning bilan farzandlar yomon kirib qolgan ko'p bo'ladi-da. Maktab bular yaxshi tarbiya bergan bo'lsa-mu, lekin ota-ona tarbiyasimi intayin muhimchu. Shunga şu farzand tarbiyasi to'g'riliq bir film ishladik, ko'p qismi film. Bu filmni do'stlarga yaxshi ko'rishni umid qilamiz. Ba'zi ota-onalar yosh, tecrübesi kamçıl, bazı ata-onalar tecrübesi mol bo'lsa-mu, lekin dada pul topmanda ana ma'lum sabablardan bola yosh qarmay oilada farzand to'g'riliq ziddiyatlar intayin ko'p. Farzand to'g'riliq ziddiyatlar ko'p bo'lgan ota-onalar oshib ketib, farzandlar yetim qolgan ishlar ko'p bo'ladi-da. Ya mush to'g'ri biz film ishladik. Filmimizning ismini faqat o'ylab olmadik. Men manda deb o'yladim. Ana mehri teşnab farzand. Yana bir qo'ygansam, ota ana mehri teşnab farzand. Yoki men sizlar nima deb qo'ysak bo'ladimi shu filmning ismini? Buning asosiga ham shu ota-onalarningki farzandga ko'ngil bilmaganligi tasvirlandi. Bu filmimizning mazmuni shu. Shunga sizlar bir ism qo'yib bergan bo'lsanglar, hozir 3 qism tartib bo'ldik, do'stlar shunami? Pat yaqinda sizlar bilan yuz ko'rishdi. Shu bu filmni ko'rib baqqan qandayroq bo'lganda böyle deb o'ylagan do'stlar, bizning kun ruhlanib, davomli qimmat taklif berishini umid qilamiz. Emsa, diqqatinglar bizda bo'lsin. Sizlarning inkas rayini saqlaymiz. Bo'ldi. Xo'sh. Xayr xo'sh.